ko'rib turganimiz Shayxtepadagi 49-maktab bo'ladi. Kim shu maktabda o'qiganlar bo'lsa kommentarda belgilaymiz. Bu maktabda shunaqa bomba bo'lib ketgan. Mana shu mahallalarda kelib, qanaqadir xotiralar bormi? Nima deysiz, bratim? Bu maktabda o'qimaganman, bilmaganman, birinchi marta kelishi. Bu maktabda o'qigan bolalar bormi? Kommentarga yozib ketinglar. Mana shu qo'shiqqa yoshligimizda rosa o'ynaganmiz. O akalar, kimda qanaqa emotsiya bo'lsa, bitta like bosamiz, obuna bo'lamiz. 49-maktabda aktiv qanchalik kuchli bo'ladi? Qani avvalgidaqa kuchlimi? 49 o'qiganlarga yuborib qo'yamiz. Xotiranglarni eslagan bo'lsanglar, qanaqadir emotsiya olgan bo'lsanglar, bitta like, obuna kutamiz. Mana Aslbekning bizni paytda qo'shiqlar. Akalarga respekt, har doim mana komandirlar qarab turishdi, qo'rqlashyapti. Bu aslida o'z vatanimiz tinchligi. Akalarga juda ham katta rahmat. Hamma qo'rqlash xizmatlari bor. Alohida respekt, like bosamiz shu akalarimizga ham. Jon omon bo'lsin, 49-maktablarga yuborib qo'yamiz. Aktiv banglatamiz. Yana qaysi maktabga boraylik?